Kuralları ve raketa kurallarını sınak kılışını toxtatsın. Prezident Trump'ның hükümeti yak Amerika Qo'shma Shtatlari Koreya bilan bir rayonida, Osiyo Tinch okean rayonida yoki Chavshan yarim oroli rayonida harbiy manevr o'tkazishni to'xtatsin. Demak, hozir dal Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Koreya ikkisi birlashib bir rayonda Chavshan yarim orolida harbiy manevr o'tkazyapti. Lekin Beijing bilan Moskvaning bergan taklifi ishga to'xtatish. Yok arkadaş to'xtatish. Endi buni Prezident Trump nima dedi? Keskin rad qildi dedi. Demak, bu yerda to'xtatish qo'shilmadi. Prezident Trump qo'shilmadi. Undan keyin nima dedik? Hozir Songtaoni Rais Xi Jinping alayida vakil ve 10 kishilik vakillar o'migini tashkillab Chavshanga avatdi. Hozirgacha Kim Jong-un bu Songtaoni qabul qilmaganlik, ko'rishmaganligi to'g'risida hech qanday xabar yo'q. Asli bu favqulodda vakil, favqulodda elchi bo'lgan Songtao degan odam berib, Chavshanda 2 kun ziyorat yoki 3 kun ziyorat oxirlashmoqchi bo'lgan oraliqda Kim Jong-un buni qabul qilgan bo'lsa, u vaqtda Jungoning taklifini va Jungoning fikrini qabul qilgan bo'ladi. Masalan, suhbatlashish, tinch yo'l bilan hal qilishdek, yuqorida ikki to'g'natishni ishga oshirish bilan Chavshan yadro krizisini hal qilishda Kim Jong-un qabul qildi deganlik bo'ladi. Demak, bugun 20-kuni Songtaoning ziyorati orada 3 kunlik ziyorat ekan. Hozirgacha yoki YouTube'da, yoki Jungoga nazarda, yoki Vanvitor torbetida bu xabar o'tirg'i chiqib, Kim Jong-un Jungoning alayida vakilini qabul qildi degan xabar tarqaldi. Demak, Jungoga besim ishlatish demasakmi, Jungo Amerika hamkorligida Chavshan masalasini hal qiladi deyish yoki Chavshan masalasi to'g'risida, yadro qurollari masalasi to'g'risida Jungo hukumati payshanba kuni o'tirib qo'ygan ikkita to'g'natish, ikki tarafdan to'g'natish degan narsani bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti emas, hatto Chavshanning boshlig'i Kim Jong-un rad qildi degan. Oxirgi nima dedik? Prezident Trump bundoq ikki to'g'natishni almashtirishni keskin rad qildi degan. Demak, bu yerda nima deymiz? Chavshan yadro krizisini hal qilish plani bo'yicha Jungoning plani rad qilindi degan. Chavshan yadro krizisini hal qilish bo'yicha Chavshanning Jungoning chorasi inkor qilindi degan. Hatta bundoq chora va bundoq metodni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan emas, Kim Jong-un, Jungoning yaqin do'sti Chavshanning boshlig'i Kim Jong-un ham rad qildi degan gap. Ondaqda bundan keyin Chavshan yarim orolining vaziyati qayerdan kelib, qayerga mangadi, qayerda turdi. Endi savdo sohasidagi fikrlarni ham ko'rdik. Jungo hukumati to'g'risida, Jungo hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo sohasidagi fikrlari faqat odil savdo, barobarlik. Lekin Jungo hozirgacha bu savdoning barobarlik va odillik bilan qilgan emas. Hozir torbetida o'tganda dedik, adab maqtanayotgan biz bu qatim Prezident Trumpga 200 milliard 500 million dollarlik savdo kelishimi tuzdik. Buning bilan mancha odamni ishga o'rlashtirdik, mancha zavodni harakat keltirdik deb bu aytishlarning o'ziga biz javob berganda bir jumla unutib qoldik, efendim. Vatandoshim, hozir Amerika Jungo bilan bo'lgan savdoda tortayotgan ziyon, ya'ni qizil raqam yiliga 300 milliard dollar. Voy, sening 200 milliard dollarlik savdong nerede qoldi? Amerika bilan tuzgan bu kelishim nerede qoldi? Amerika qizil raqamdan tortayotgan ziyon 300 milliard dollar. Mesele bunu hal qilish emas, sen 200 milliard dollarlik savdo kelishim imzolading deb po etib yurishingning o'zi bir ahmoqlik bo'ladi, bir ahmoqlik bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir Amerikadagi bir cho'ng davlatga muomala qilishda tutgan pozitsiyada to'liq bir taraflamalik bo'ladi. Qizil raqamni yig'izganmaysan, lekin o'zing qilgan savdo 200 milliard dollarlik savdoni qilasan. Hozir demak chiqargan xulosamiz shuki, Prezident Trumpning bu qatimqi Beijing safarida o'tirib qo'ygan Chavshan yadro qurollarini hal qilish masalasi va undan keyin Jungo bilan bo'lgan savdo tijorat masalasida mayli uni Prezident Trump Jungoda o'tirib qo'ysin, mayli Jungoda o'tirib qo'ymasin, Jungo hukumatining ma'qul bo'lib Prezident Trump Jungodan ayrilgani hamon shundoq jakarlab chet el shirkatlarining
Cungo'da Birleşmiş Şirketlerde 51%'lik payçek hukuku buludu. Şundaqla pul muamele sahasına kirip gelgende chet el şirketleri bunu da hem 50%'lik payçek hukuku buludu. Dep jakarlıqalığı bu Prezident Trump'dan iqtisat sahasıdaki Asiyadaki bir galbis. Cungo qaratqan iqtisat sahasıdaki bir galbis. Bunu da galba qıldı deymiz. İntihani zor galbi deymiz bu. 50% Cungo iqtisadi yoki Cungoda bar bolayotgan iqtisadi qurulmaning, iqtisadi jarayonning yoki iqtisadi barliq munosabatlarning 51%lik huquqini chet el savdogarlarga berish degan so'zning o'zi bu katta ish. Bunu qo'llaymiz. Biroq Chavshan masalasida hozir Cungoning so'zini, Cungoning metodini, Cungoning hal qilish chorasini bugungacha bo'lgan oraliqda hozir Kim Jong Unni qabul qilmagan ekan, Prezident Trump ham to'ng'itish bilan to'ng'itishni almashtirish deydigan mundaq bir taktikalik metodni hozir rad qildi degan gap, hurmatli vatandosh.